Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zbekistonga qorli kunlar yaqinlashmoqda. O'zbekistonda ushbu hafta davomida qor yog'ishi va kuchli yomg'ir bo'lishi kutilmoqda. Barcha fuqarolar tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling. O'zgidromet 14-yanvardan 17-yanvargacha kutilayotgan ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Unga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 14-yanvar kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 15-yanvar kuni ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. 16-17-yanvar kunlari ba'zi joylarda qor yog'ishi mumkin, ba'zi joylarga tuman tushadi. Havo harorati 14-yanvar kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 5-10 daraja iliq bo'ladi. 15-17-yanvar kunlari 2-7 daraja sovuq, kechasi kunduzi ham 2 daraja sovuq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida 14-yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 15-17-yanvar kuni ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Havo harorati 14-yanvar kuni kechasi 4-9 daraja iliq, kunduzi 15-20 daraja iliq bo'ladi. 15 va 17-yanvar kunlari havo harorati kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2 daraja sovuq bo'ladi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatida 14-yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 15-yanvar kuni ayrim joylarga yomg'ir yog'adi. Havo harorati 14-yanvar kuni kechasi 1-6 daraja iliq, kunduzi 13-18 daraja iliq bo'ladi. 15-16-yanvar kunlari kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida 14-yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 15-yanvarga kelib ayrim joylarda yomg'ir yog'adi. Havo harorati 14-15-yanvar kuni 2-3 daraja, kechasi iliq, kunduz kunlari 14-15 daraja iliq bo'ladi. 16-17-yanvar kunlari kechasi 2 daraja sovuq, kunduz kunlari 2-7 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatida 14 va 15-yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 17-16-yanvar kunlari ayrim joylarga yomg'ir, qor bo'ladi. Ba'zi joylarga tuman tushadi. Havo harorati 14-15-yanvar kuni 5-10 daraja iliq bo'ladi, kechasi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 14-yanvar kuni yog'ingarchilik kutilmaydi. 15-16-yanvar kuni ba'zi joylarga yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat 14 va 15-yanvar kuni kechasi 2 daraja sovuq, kunduzi 7-12 daraja iliq bo'ladi. 16-17-yanvar kuni kechasi 3-8 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.